Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda osu taharet münasebetlik mezmunlar hakkında İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bir gün bundaqdaydı. Bir adam erayallık münasebet kılıp onun kendin yana erayallık münasebet kılmakçı bolsa ve şundaqla bir neçe ayal bolgan bolsa hemmisi bilen tangla birli vaqtda bir erayallık münasebet ötküzüp ahırda mesela birli qitim juyunsa muşularning hükmü qandaq buldu degan mezmunda bizga bir hadis orqali bayon bermoqchi. Bu mesele İslam tarixidagi nayt meşhur faqihlar arasida biraz talash tartib bo'lgan mesele. Ya'ni bir qitim reallik münasebet qilib bo'lgandan keyin yani qayta reallik münasebet qilmoqchi bo'lsa arliq g'usl qilamdi qilmamdi degan masalada. Buningda endi g'usl qilib yaxshi deb qaralgan ko'z qarashmi bo'lgan. Ammo orliqida tarat elitish bu yaxshi avval, bu sunnat mustahab. Hatto bir qism ulamolar buni vojib farz kelib bo'lgan. Bir qism ulamolar buningdan maqsad hargizmi tarat emas, lekin faqat o'zining shu jinsiy a'zoyini bir tozalab o'tish maqsad qilingan deb bu qarashni yoqlagan. Bu kengri masala qaysini qilsa durust buniki bek ko'p talash tortishga sabab bo'lgan taraflari yo'q. Chunki bu orliqda tarat edish masalasida ba'zanlar bu taxmi odamniki bunda kayfiyatni yaxshilash maqsad qilingan degan bo'lsa, ba'zanlar pokizlik, tozalik maqsad qilingan degandek fikrlar bo'lgan. Eng muhimi yuqori degandek bu 267 numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Muhammed ibn Bashar hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Bukhari'nin büyük ustazlarından bu Bendar yak Bundar namı bilen başta o'tgan. Bu adam deydi bizga İbn Abi Adi degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Undaqda bu adam Muhammed ibn İbrahim namı bilen meşhur bo'lgan 194-yil Basrda o'lib ketgan büyük muhaddis kishilardan. Bu adam deydi Şuabi'den rivayet qiladi. Bu Şuabi'den rivayet qilgan adamning ichida yana birisi Yahya ibn Sa'id. Bu shu Muhammad ibn Abi Adi bilan ikkisi sherik rivayet qilgan, tang rivayet qilganda. Bu kishining tarjimalari boshda o'tgan Yahya ibn Sa'id al-Qattan degan kishi. Şuabi degan Şubat ibn Hajjaj degan büyük muhaddis şu. Bu adam İbrahim ibn Muhammad ibn Muntashir degan kishilar rivayet qilyapti. Bu kishi o'zi ishonchlik, rostchil degandek nomlar berilgan büyük muhaddislardan bo'ladi. O'zi kufilik adam. O'zining bir taqvodorligi, zoidligi, diyonatligligi sifatlangan bilan lekin o'lib ketgan vaqtini toza aniq aytilmagan tarix kitoblarda. Bu kishi hamda o'zining dadisini rivoyat qilyapti bu hadisni. Dadisi bo'lsa ismi boshda bayon qilingandeklam Muhammad ibn Muntashir ibn Ajda degan kishi o'zi kufilik büyük muhaddislardan biri. Bu kishi tabiin. Çünkü Ayşe anımızdan hadis rivayet qilgan. Bu adam hem de Ayşe anımızga savol qo'yib bir ahvolni deb beryapti-da. Bu ishni Ayşe anımızga bayon qilib o'tgandim deydi. Qays ish deganda bu hadis yo'g'onmak uzun bir hadisdan qisqartirilgan. U hadis o'simi asli bu Muhammed ibn Muntashir degan adam Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuga bir savol tashlagan. Savol qo'ygan. Mesela bir adam xushpuroq narsa ishlatib, uni yog'i ihrom bog'lisi bo'lamdi, bo'lmamdi degandek masalani so'g'an vaqtida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bu toza durust ko'rmagan, to'g'ri qaramagan bu ishni. Bu avvalning o'zini bu savolning o'zini yana Ayşe onamizga Abdullah ibn Umarning qilmishini degandan keyin savolni tashlagan. Ayşe onamiz Alloh Abu Abdurrahmonga rahmat qilsin dedi. Yani bu yerda sal xatolashib qopti deb buni ayblab, utlab qilmasdan bu sal xatolashib qopti. Alloh rahmat qilsin, Alloh afv etsin. Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni xushpuroq narsalar bilan Rasulullohga bir xil atirlarni chechib masalan va yoki işte xushpuroq narsalarni ishlatib qilib qo'yatdim deydi. Ondan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollar bilan
birga bo'latdi yoki ayollarning qishida yuradi. Ondan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ihrom bağlagan holatda tong otqizatdi deydi. O akşamda ishlatgan bu xushpurak narsalar xuddi to'kilib turayotgandek deydi. Yani ihromda qoldida u masalan ishlatgan maylar, chashdiki masalan, ondan etir patirlarning puroqlari deymiz, bu ko'p urilib turadi demakchi. Demak bu hadisga o muhim mazmun. Ayta xushpurak etir narsalar ihromning ishida ishlatishga bo'lmaydi. Ammo ihromdan burun ishlatgan bo'lsa, ihrom bog'lab bo'lgandan keyin bu xushpurak etir va qizalning puroqlari ko'pildab urib tursa, buning hech qanday ziyni yo'q demakchi bu jihatda. Bu haj babida texnik tafsilot to'xtalamiz bu jihatda. Bizga muhim bo'lgan nuqta bu hadisda payg'ambarimizningki ayollari bilan bir yerda bo'ladi degandiki, ayollarini cho'glaydi degandiki so'z naytdi bizga muhim bu yerda. Bab bilan nayt munosabati bor bu yerda. Endi İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi 268 numaralı hadisda bizga Muhammad ibn Bashar hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Muaz ibn Hisham hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu adam deydi bana dadam Qatadadan hadis so'zlab bergan edi deydi. Qatada deydi bizga Anas ibn Malik radhiyallohu anhu hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu yerdagi kishilarning umumiy bu isnatdagi ravilarning tarjimalari hammasining boshida o'tgan. Hamda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shundaq deydi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi kecha, ba'zi kunduzlarda shu ayollarining qishig'i berib, shular bilan bir ishlarni qiladi yoki ayollik munosabatni qiladi. Ular shu vaqtda 11 ayoldi deydi. 11 ayolni qata, ya'ni birdan biriga bo'lib chiqadi demakchi-da. Ma odam deydi, ma qatadi degan kishi. Anas ibn Malikqa savol qo'yib dedim men. Rasulullohning oshda toqati yetamdi 11 ayolga birla do'da, birla vaqtda kelishga. Desem, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda bir 30 adamning kuchi bor, 30 erning kuchi bor deb oshda bayon qilgan degan deydi. Bu avvallar mesela payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki uzun safarlarga kelgan vaqtida bo'lgan avvallar bo'lishi mumkin deb qaralgan. Endi Said degan ravi Qatadadan rivoyat qilgan. Anas ibn Malik ularga 9 oyli vaqti deb shuni sifatlab bergan, so'zlab bergan dedi. Yuqoridagi hadislar 9 bilan oldingi 11 niki hech qanday bir ixtilof yo'q. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki nikohlab olgan ayoli 9. Ammo Rasulullohning yana ikki dediki bor. Biri Mariya Qibtiya, biri Rayhona. Rayhona bilan Mariya Rasulullohniki dedak subtidiki ayollardan, to'qollardan. Ammo qolgani bundan nikohlab olgan rasmiy ayollardan. Shunglashqa 11 degan rivoyatlar, ya 9 degan rivoyatniki hech qanday ixtilof tarfi yo'q. Hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu yerda 30 aniki kuch berilgan deb bu hamda taxminiy ko'z qarashlari bo'lishi mumkin sahobalarniki. Ammo jannatga kirgan odamlarniki har birining bir 40 odamniki kuchi bo'ladi bir odamda. Shunglashqa bu Anvar Shah Kashmiri deydi bu orliqda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannat ahlidan bo'lg'achqa, shaksiz jannat ahlidan bu sarvari olam, bütün payg'ambarlarning imomi, kottisi, shaksiz jannati inshaalloh. Jannati bo'lg'achqa Rasulullohning jannatdagi sifati mush dunyodan berilgan. Shunlashqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu bir necha ayolni birla qatimda o'zining o'disidan chiqib qola oladi degan qarashni yoqlagan. Bu hadisda biz bayatning bob bilan munosabatini ko'rib turyapmiz. Demak, oraliqda g'usl qilmishmi bo'ladi. Bir g'usl bilan bir necha qatim munosabat o'tkazsin bo'ladi degan masalalar chiqadi. Va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.